Sadoqat, necha oylik homiladorsiz deb so'raganlar uchun men 10 oylik homiladorman. La 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 la. 37 haftalik homiladorman. Bu degani 10 oylik homila. Videoda faqat yuzimni ko'rsataman, chunki men qornimni ko'rsatishni xohlamaganman, ko'z tegishini o'ylaganman. Lekin ko'pchilik aytadi, "Sen 6 haftaligingda homiladorligingni internetga chiqib gapirgansan" deb. Aslida o'shanda 7 oylik homilador bo'lganman. Hamma qo'ygan postlarim eski videolar edi. O'sha vaqtda kelgan kommentariyalarga javob odamlar aytishgan, 6 haftalikda ham odam homilasini aytadimi, uyat bormi? Deyishgan. Hattoki uyimizdagilarga, Turkiyaga, O'zbekistonga 3 oylik homiladorligim paytida yangilik aytganmiz. 3 oygacha er-xotindan boshqa hech kim bilmagan mani homiladorligimni. Sizlar o'ylaganchalik hamma narsani men internetga olib chiqadigan odam emasman. Prosta ko'rsatgim kelgan narsani ko'rsataman. Yolg'on gapirib turishim ham mumkin deyman. Prosta oldindan videoga olib qo'yaman, keyin sekin-sekin qo'yaman. Hozirgiga o'xshab. Balki hozir 10 oylik homiladordurman. Balki yo'q. Balki bolam уже 2 oylikdir. Balki endi tug'ilar. Bilmayman. Xullas shunaqa gaplar. Bye.